Nima desam ekan? Ko'ngil sizniki. Lekin otangiz eshitsa nimadir kalla. Bilasiz, otangiz shaharda o'ziga yarasha obro'si bor. U qizni nasl nasabi qanaqa, qayerdan, kim bilmaysiz-ku. Menimcha sizga to'g'ri kelmaydi. Bu mening fikrim. Yana ham o'zingiz bilasiz. Men hammasini eshitdim. Meni kechiring. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Iltimos, kechiring. Qizim, men roziman. Nima dedingiz? Men roziman. Yo'q. Undan oldin nima dedingiz? Men roziman, qizim dedim. Nega yig'layapsan? Meni shu paytgacha hech kim qizim demagan edi. Qizim, Kamron seni deb hamma qiliqlarini tashladi. Dadasini ishini davom ettiryapti. Oila mas'uliyatini his qilishni boshladi. Bularning hammasiga sen sababchisan. Shuning uchun men rozi bo'ldim. Nima bo'ldi? Nega indamaysan? Agar hamma gapimni eshitgan bo'lsangiz, men ularga yolg'on gapirdim, ajrashganman deb. Nima uchun bunaqa deganingni bilaman. O'g'limni o'zingdan uzoqlashtirmoqchi bo'lgansan. Ha,